Do'stim, siz uchun zo'r mahalladan, shahardan uzoq bo'lmagan, toza havo, manzarali joyda 9 sotuv yer topib qo'ydim. Tayyor yer, fundamentlari quyilgan. 4 ta g'isht tersangiz uyingiz bitar ekan, arzonga berib yuboraman deyishyapti. Qayerda deysizmi? Tashmiy postidan 5 kilometr ichkariga kirib kelganingizda ATP Partez degan mahallada 7-tor ko'cha ekan. Ko'chaning boshida avtobuslar bor ekan, kommunikatsiyalar bor ekan. Yer ichini bitta obzor qilib beraman, past egasi nomerini qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib, savdolashsanglar bo'ladi. Tez olib qo'yinglar. Ketdi uy ichini. Do'stim, mana ichkariga ham kirib oldik. Ichkarimizni qarang, fasadi 30 metr, ichkarisiga 30 metr, to'g'ri burchak joy ekan. Hosilga kirgan guloslar ham, bog'i qarang. Mazza qilib yuboradigan joy ekan bu. Kanariykalar, savalar sayrab yotibdi. Ishqibozlar bor ekan. Kimdir shunga qiziqsa bitta like bosib yuborasiz, yaqinlaringizga jo'natib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qarang, kim uyini tez sotmoqchi, tez olmoqchi, baxtli uylarim bor kanaliga obuna bo'lib, bizani kuzatib tursanglar, uylarni ham reklama qilib tez sotib berishga yordam beryapmiz. Komandamiz juda katta. Qarang, 9 sotuv yerga tayyor fundament ham quyib qo'yishgan ekan. Mana fundamentlarni bitta olinglar, baqvat qilish kerak ekan fundamentlarni. Qarang, 4 xona uyga tayyor podvol qilib, paltara sipat qilib tashab qo'yish kerak ekan. Armaturalarni qilishdi. Yo'qlarni bitta ko'rsatib beraman mana. Mana bu yog'imiz oshxonaga mo'ljallangan joy ekan. Katta qilib, yarimini oshxona qilib, yarimini tapchalla qo'yib, maza qilib, kalavat qo'yib o'tirsanglar bo'lar ekan. Toza havo zo'r joy ekan. Manzilni aytib o'tdimmi? Tashmiy postidan 5 kilometr o'tganingizda ATP degan joyda ekan. 7-tor ko'chada, 7-tor ko'cha. 30 ga 30, fundamentlar tayyor. Mana bu yerga 5 ta g'isht qo'ysangiz, uyingiz ham tayyor ekan. Baqvat quyilgan, armaturalar qo'yilgan, rossiyskiy armaturalar, hamda havo chiqadigan plastmassalarni ham qo'yib qo'yishibdi. Ko'rdingizmi? Siz uchun yer narxini starti $8000 do'qdilar. 9 sotuv joy. Tez olib qolib, past egasi nomeri bog'laninglar, savdolashinglar, kelishtirib bera olaman do'qdilar. Zo'r joy. Axir qo'shnilar, mahalla zich, asfalt ko'cha, kommunikatsiyasi bor, avtobus ham o'tar ekan. Maktab, bog'cha, masjid muammo yo'q. Shundoq 500 metr ko'chaning boshida masjidlar bor ekan. Lokatsiyasini tushuntirib o'tdim. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Kimga uy sotish kerak, tepadagi nomer qoldiramiz. Tez aloqaga chiqasiz, tez sotib berishga yordam beramiz. Qush ham in qurib qo'yibdi, uyini bitirib o'tdi. Siz qachon bitirasiz? Tez olib qo'yib bitirib oling, sog' bo'ling.